To'g'risini aytsam, kelishingga ishonmagandim. Hozirgi paytda qarindoshlar ham bir-biriga yordam bermay qo'ydi-ku. Ey, do'st, sen meni qarindoshim emassan, qadrdon do'stimsan-ku. Haligi esingdami? Adashmasam 3-sinfdamidek sen bilan qiyomatlik do'st bo'lamiz degandik. Esimda. O'zimizcha shu qiyomatli do'st degan so'zni ma'nosini tushunmasak ham, lekin qiyomatli do'st bo'lamiz deb quchoqlashib yurardik. Ana, esingda ekan. O'shanda meni dadam rahmatli doimo bir-birlaringga mehr oqibatli bo'linglar bolam degandilar. Ha, men ham esimda. Lekin seni rahmatli dadang juda ham oqil odam edilar. 3 kun o'tib gap bunday. Men kelining bilan maslahatlashib, senga yordam berishga qaror qildik. Faqat bitta sharti bor. Xo'p, qanaqa shart ekan? Menga haligi qurilayotgan klinikani hujjatlarini ko'rsatganding. O'sha klinikani meni nomimga rasmiylashtirasan. Albatta rasmiylashtiraman. Menga ishon do'stim, bo'lmasam-chi? Faqat men hozir ishimni ozgina yo'lga qo'yib olay, yo nima? Menga ishonmaysanmi? Yo'q, unaqa demagin. Senga ishonaman. Haligi ammo kelining Endi ayollar har xil gaplarni gapiraveradi. Sen menga ishon. Albatta o'sha hujjatlarni seni nomingga rasmiylashtirib beraman. Faqat hozir emas, do'stim, sal keyinroq. Xo'p, men senga ishonaman. Mayli, keyinroq bo'lsa keyinroq. Hozir bunday qilamiz. Men uyimga borib, uyning hujjatlarini hammasini olamiz. Keyin ikkalamiz bankka boramiz. Meni uyimda garovga qo'yib, mayli, sen aytgan o'sha kreditni olamiz. Mana, cho'ydi. Rahmat. Sen qo'rqmasdan qurilish kompaniyasi ochaman deyapsan? Nima qilibdi? Hozir aqlli odamlarni hammasi shu qurilish ishlari bilan shug'ullanyapti. Hozirchi hamma pul qurilishda. Bu qurilish kompaniyasi ochadigan odamlarda qancha puli borligini bilasanmi? Bu qurilish degani ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunga yaxshigina pul kerak. Bilaman, qurilish uchun kattagina pul ketadi. Lekin o'sha qurilish ishlarini ochganlar ham banklardan kredit olib ishlashadi. Shunaqa degin. Lekin kredit olishda ham o'zi bo'lmasa kerak, a? Albatta o'zi bo'lmaydi. Oson ishi o'zi bo'ladimi? Lekin harakat qilib ko'rish kerak. Bank ham ahmoq emas. Seni qo'lingga milliardlab pulni shundoqqina tutqizib qo'yadigan. Tushunmadim. Sen hali milliardlab pul olmoqchimisan? Hozircha bilmayman do'stim. Lekin ancha pul ketishi aniq. Yo'q, xafa bo'lmagin. Men bunaqangi katta mablag'larga bitadigan ishga qo'shilmayman. Sen nima, qo'rqib ketdingmi? Albatta qo'rqaman-da. Nima, sen qo'rqmaysanmi? Yo'q. Nimadan qo'rqaman? Qaynog'am o'zim yordam beraman, yo'l-yo'riq ko'rsatib turaman dedi. Yo, sen tushunmayman. Shuncha katta kreditni nimani evaziga olmoqsan? Buni hali bilmayman. Lekin qaynog'amni banklarda tanish-bilshlari ko'p. Sen hali qaynog'angga ishonib ish boshlamoqchimisan? Men endi ozgina qo'llab yuborsa bo'ldi, u yog'ini o'zim olib ketaman. Mayli.
do'stim omadingni bersin. Lekin men bunday katta ishlarga jur'at qila olmayman. Ochig'ini aytsam, men ham o'zi biroz cho'chiyapman. Lekin yonimda qaynag'am bor-ku deb o'ylayapman. Nimadir bo'lib qolsa, qo'llavoradi. Ha endi bunaqangi millioner qaynog'i bo'lgandan keyin hech narsadan qo'rqmasa ham bo'laveradi. Endi nima qilay? Tavakkal qilaman dedi do'stim. Endi men ham boray. Hali qiladigan ishlarim ancha. Bu o'tirsang bo'lardi, birpas suhbatlashardik, borardik-da. Hali yana kelaman. Gaplashamiz. Bo'lmasa men ham bora qolay. Qani, bitta duo qil. Xo'p, mayli. Nima ish boshlasak ham xayrli bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Bo'pti. Ha, o'rtog'ingiz ketdilarmi? Ha, ketdi. Tinchlikmi? Parishon xotirdaysiz. Bilasan-ku, 3 kun doim bir narsalarda boshlab yuradi. Bu gal yana nimani boshlabdilar do'stingiz? Qurilish kompaniyasi ochmoqchi ekan. Qaynog'asi yordam beraman debdi. Rostdan ham shu o'rtog'ingiz hech balodan qo'rqmaydi, ha? Ha endi o'zi qurilish sohasida o'qigan-ku. Balkim biror narsani reja qilayotgandir. Lekin agar siz shu ishni qilaman desangiz, men sizni bunga qo'ymasdim. Shunmi? Nega qo'ymasding? Axir bu katta tavakkalchilik-ku dadasi. Endi 3 kunda qaynog'asi qo'llamoqchi ekanda. Qani edi, meni ham shunaqangi boy, badavlat qaynog'am bo'lganda edi. Sendan maslahat so'rab o'tirmasdim. Shunaqa deng. Demak, sizga shunaqangi puli ko'p qarindoshlarim kerak ekanda? Onasi. Puli ko'p qarindoshlar kimga kerak emas? Aytchi. Yaxshi-ku bu. Bo'lmasam borib, o'zingizga shunaqa qaynaga toping. Voy, darrov jahl masha turadi. Onasi hazil qildim-ku, bilasan-ku hazillarimni. Menga mana shu tinch hayotim, o'zimni oilam yoqadi. Bilasan, bolajonlarni davolayman, shunaqa. Onasi, men o'zimni ishimni yaxshi ko'raman. Unaqangi har xil tavakkal qiladigan ishlarni yoqtirmayman. To'g'ri aytasiz dadasi. Har kimchi qo'lidan kelgan ish qilgani yaxshi-da. Gaping to'g'ri. Bu nimasi bo'ldi? Ishga kech qolyapman-ku. Voy, qadringga la'nat. Hormasinlar. 3 kun. O'zingsan? Johan. Qalaysan, do'stim? Rahmat, rahmat. Yaxshimisan? O'zing yaxshimisanmi? Ha, rahmat. Bolaring, uydalaring tinchmi? Rahmat. Nima harakat? Ko'rmaysanmi? Endi eski mashinada o'tolmayapti. Ha, bo'pti. Chiq mashinaga, ishingga tashab qo'yaman. Qo'yir. Sen ovora bo'lma. Hozir bir amallab yurg'izaman. Ovorasi yo'q. Chiq mashinaga baribir o'sha taraf ketyapman. Qani bo'la qol. Yop mashinangni. Xo'p, Yo'q. hozir. Bu mashinani yangilabsanmi? Juda zo'r-ku. Muborak bo'lsin o'rtoq.
Rahmat, buni yaqinda oldim. Senga ham nasib qilsin. Hali bizga bunaqa mashinalarga yo'l bo'lsin do'stim. Unaqa dema. Nasib bo'lsa, hali bundan ham yaxshilarini minasan. Mayli. Aytganing kelsin. Jahon, doim aytaman deyman-u, shu esimdan chiqib qoladi. Tushunmadim. Nima esingdan chiqib qoladi? Nimaga o'zing xususiy klinika ochmaysan? Ha, endi bilasan-ku. Xususiy klinika ochish o'zi emas. Hamma ishi qiyin deysan. Bu dunyoda-chi faqat ovqat yeyish oson. Ha, bir urinib ko'rsang-chi, mabodo ishlaring yurishib ketsa-chi deyman-da. Buning uchun avvalambor bino sotib olish kerak yoki yer sotib olib, bu binoni qurish kerak. Bunga ancha mablag', kuch kerak. Ha, senga men o'zim qurib bersamchi? Nima? Voy, uchqun jiddiy aytyapsanmi? Albatta jiddiy aytyapman. Sen bir yaxshilab o'ylab ko'r. Bir qarorga kelsang, keyin menga javobini aytarsan. Bilmasam. Xo'p, mayli o'ylab ko'rarman. O'yla, og'ayni, o'yla. Seni hamchi 1-2 bo'lsin deyman-da. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, shu o'rtog'ingiz ham o'sha aytayotgan xususiy shifoxonasini o'zidan o'zi qurib bermasa kerak. Yo, gaping to'g'ri, lekin ochiqni aytsam, men ham umuman uni tushunmadim. Nima maqsadda menga bu gaplar aytganini ham tushunmadim. Unda nimaga yaxshilab gaplashmadingiz? Ikkalamiz ham ishga shoshayotgandik. Aytdim-ku. Lekinchi bir tomondan olib qarasa, o'rtog'ingiz sizga juda ham yaxshi maslahat beribdi. Lekin o'zim ham shu haqda o'ylayman. Agar rostdan ham o'sha o'rtog'ingiz yordam bersa, xususiy bolalar shifoxonasini ochsangiz, juda ham zo'r bo'lardi. Gaping to'g'ri. Lekin aytib qo'yay. Bu juda ham oson ish emas. Dadasi, siz juda ham ehtiyotkor odamsiz. Hamma yangilikdan cho'chiysiz-a? Yo'q, xo'p. Nima qilishimni xohlaysan unda? Unda bir tavakkalchilikni ham o'ylab ko'ring. Gohida-chi, hayotni o'zgartirish uchun shunday qilmasak ham bo'lmaydi. Bilmasam. Negadir hech shu tavakkalchilikka yo'qman-da, Nazira. Siz hech narsani o'ylamang. Allohga tavakkal deb ishni boshlang. Demak, sen ham meni tavakkal qilishimni xohlaysan. Shunaqami? Endi hamma ham onasini qornidan ishbilarmon yoki tadbirkor bo'lib tushmaydi-ku, to'g'rimi? Hamma ham tavakkal qilib noldan ish boshlaydi. Bo'pti. Unda men bir uchqun bilan gaplashib ko'ray. Olmang. Ana, bu boshqa gap. Xususiy shifoxonangiz bo'lsa-chi, bemalol bo'lasiz. Pulingiz ham ko'p bo'ladi. To'g'ri aytasan. Hozir birgina maoshga yashash juda ham qiyin. Qo'shimcha daromad topish kerak. Ana endi o'zingizga kelyapsiz. Bo'ldi, kelishdik. Yangi obyektni o'sha kelishilgan vaqtga qurib topshiramiz. Bizga ishonganingiz uchun rahmat. Tenderda ham bekorga yutib chiqqanimiz yo'q. Bo'pti, mayli. Xo'p bo'ladi. Xayr. Mumkinmi do'stim? Ke. Salom. O'rtoq do'stim. Qalaysan? Tuzukmisan? Rahmat, charchamayapsanmi? Rahmat, yaxshi keldingmi? Sizda qilmadim ishqilib? Yo'q. Qaysi shamolni uchirdi? Qaysi shamol bo'ladi? O'rtoq seni shamolingda. Yaxshi. Xo'sh, nima ichasan? Choymi, kofemi, nima aytiray? Yo'q, hech narsa kerak emas. Men sen bilan gaplashgani keldim. Xo'p, yaxshi. Taklifimni o'ylab ko'rdingmi? Ha. O'ylab ko'rdim. Shuning uchun ham seni yoniga keldim. Men hali xususiy klinika uchun hamma hujjatlarni tayyorlayman. Sen qurishni boshlasang bo'ldi. Klinikang ishga tushgach, topgan foydangni yarmiga sherik bo'laman. Meni yagona shartim shu. Xo'sh, rozimisan? Xo'p. Men roziman. Meni topgan daromadimni yarmi seniki. Lekin senga biriktirib beradigan savollarim bor edi. Bemalol, so'ra. Bu klinika qurishingda hozir bo'sh yer topish oson emas-ku, bilasan buni. Sen buni qanday bilasan?
bundan ancha ilgari qaynag'am bilan markazga yaqin joydan hani sotiladigan yerlar bo'ladi-yu, o'shani auksionda olib qo'ygan edik. Ana o'sha yerda senga klinika quramiz. Bo'ldi, mana masala hal. O'sha joyda borib ko'rsak bo'ladimi? Keyin qancha vaqtda sen uni bitkazasan? Men uni keyin qanday qilib to'layman? Davlatimiz tadbirkorlarni yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Klinika qurish uchun bemalol ko'p yillarga o'zingning nomingga kredit olsang ham bo'ladi. Ya, gaping to'g'ri. Bu klinikani jihozlash kerak bo'ladi. Keyin kreditlarni qanday to'layman? Sen u yog'ini o'ylama. Sekin-sekin ishlab pul topib, shu kreditlaringni to'layverasan. Yaxshi. Unda men banklarga borib, kredit olish masalasini surishtirib ko'raman. Bo'ldi, men ham qo'limdan kelgancha yordamlashaman. Tanish-bilishlarim bor. Bo'ldi, kelishdik. Jahongir? Uchqur. Jahongir. Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. Zomsan? Ha, o'rtoq ko'rmaysanmi? Yo'q. O'rtoq. Bir o'tbotga borib, bir alohida bir gaplashib olsak yaxshi bo'lardi. Ayniqsa uyga kirib, hech kim yo'q. Buni haliga kelning, onasiga ketgandi, bolalarim borib. Mayli, borib aylanib keladi, jo'natgandim. Hech kim yo'q. Yur, bemalol. Unda ayni muddao bo'pti-yu, ha? Juda. Bemalol o'tirib gaplashib olar ekanmiz. Gaplashamiz. Qani, yur. O'rtog'im, yaxshi bo'ldi, kel. Kel, qani? Marhamat. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Qani do'stim? Qani ilohim edi. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xo'sh, qaysi tomonga uchirdi bu? Biz tomonlarga? Shu bir aylanib seni ko'ray deb keldim. Yaxshi. Aha, tinchlikmi? Negadir kayfiyating yo'q, yo biror narsadan siqilyapsanmi? So'rama do'stim. Shu oxirgi paytlarda ishim o'xshamayapti. Nimaga o'xshamaydi? Axir ishlaring yaxshi ketayotgandi-ku. Ha, ishim yaxshi ketayotgandi. Lekin kutilmaganda birdaniga ikkita loyiham barbod bo'ldi. Tushunmayman. Qanaqasiga barbod bo'ladi? Hozir men senga tushuntiraman. Hozir bilasanmi? Ko'pchilik puli bor odamlar uy qurib sotyapti. Yo, buni bilaman. Bu o'zing ham aytganding-ku, o'rtoq, hozir hamma pul qurilishda deganding. U esimda u. O'shaning uchun ham sen qurish kompaniyasi ochganding. To'g'ri, lekin shunga yarasha raqobatchilar ham ko'p-da. To'g'ri. Hozir raqobat ham ko'p, raqobatchi ham ko'p, uni bilaman. Haligi bir-birini ishiga pand berib, birini ishini boshqasi qilib ketadi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Shuning uchun hozir ishimni biroz yurg'izib olishim uchun menga pul kerak. Ishimni sal yurg'izib olishim kerak. Bo'lmasa, butunlay kasodga uchrayman, do'stim. Pul kerak degin. Bu nima? Banklar senga nima kredit bermayaptimi? Yo'q, kreditlarim ko'payib ketgan. Lekin o'ylab qo'ygan rejalarim bor. Bitta loyiha o'ylab qo'yganman. Agar o'shani ishga tushirib olsam, oshig'im olchi bo'ladi. Lekin unga biroz pul kerak. Shunaqa degin. Xo'p. Uchqun, bu ishing uchun qancha pul kerak? 30 ta. Ko'kida kerak. 30 ta ko'ki. Ya, o'rtoq, bu juda ham katta pul-ku bu. Ha, to'g'ri, anchagina pul. Do'stim, sen shu pulni topishimda menga yordam bera olasan. Qolaversa, buni evaziga men senga haligi klinikani ham qurib beraman. Ya, tushunmadim. Men senga qanday yordam berishim mumkin? Uchqun, bilasan-ku, hozir menda unaqa katta pul yo'q hozir. Bu mana shu uyingni garovga qo'yib,
pul olaylik iltimos. Ya'ni kredit demoqchiman. Do'stim, men loyihamdan katta pul topaman. Keyin darrov qarzlarni uzib, uyingni ham garovdan chiqarib berardim. Nima? Menga ishonmayapsanmi, Jahon? Yo, nima deyapsan? Senga ishonaman. Bilasan, men bu uyni xotinim bilan ikkalamiz ishlab, qiynalib sotib olganmiz. Bilasan, buni sotib olayotganimizda haligi pul yetishmovchilik bo'lgan, qarindosh urug'dan, do'st yo'rollardan qarz ham olganmiz. Keyin xotin tinmasdan ishlab, mana o'tgan yil zo'rg'a qutulganmiz, o'rtoq. Endi qarzdan qutulib, endi bir yaxshi yashayapmiz. Buni bilaman. Jahon, do'stim, bir martagina yordam bergin. Seni aldamayman men, do'stim. Axir necha yilgi do'stmiz-ku. Mayli. Men unda bir keling bilan maslahat qilay. Xabaring bor. Bu kelingim bilan birga teng ishlab olganmiz. Uni ham haqqi bor. Bir oldidan o'tay. Mayli, maslahatlash. Faqat sendan iltimos. Mana shu gap ikkalamiz o'rtamizda qolsin. Xo'p, gaplashaman. Sen bilan xavotir olmagin. Yo, bitirasa tushunmayman. O'zingda ham uying bor-ku. Nega uni garovga qo'yib turmayapsan? Men yashab turgan uy qaynonamning nomida. Qaynonam bo'lsa, uyni sotishga ham, garovga qo'yishga ham rozi bo'lmayaptilar. Shunaqa degin. Xo'p. Bu qaynonangning uyi ekan. Ota-o'g'lingchi? Men rosti mana shu ishni boshlab, qaynog'am bilan birga ish qilganim uchun dadam mendan biroz xafa bo'ldilar. Bilasan, meni uyim markazdan sal chetroqda. U yerdan ishga qatnab ishlashim uzoq deb qaynonamnikiga ko'chib keldim. Shu sabab uyni garovga qo'yishga rozi bo'lmadilar. Tushunarli. Xo'sh, shunga nima deysan? Yo'q, Uchqun. O'rtoq, menga biroz vaqt bersang, ozgina o'ylab olsam degandim. Xo'p, yaxshilab bir o'ylab ko'r. Yo'q, dadasi, yo'q. Men bunga rozi bo'la olmayman. Yo'q, nimaga ishonmayapsan? Bilasan-ku, Uchqun meni bolalikdagi do'stim. Birga o'sib, o'nib katta bo'lganmiz. Men unga o'zimga ishonganda ishonaman. Ishonsangiz o'zingiz bilasiz. Ammo bu bizni boshpanamiz. Zo'rg'a sotib olgan uyimiz bo'lsa, qanday qilib o'z uyingizni garovga qo'yib do'stingizga pul bermoqchisiz? Axir do'stimning ishi yurishmay qoldi. Mendan yordam so'rayapti. Mayli. Xo'p, ishi yurishmay qoldi deylik. Nega unda o'zini uyini garovga qo'ymaydi yoki sotmaydi? O'zini uyi qaynonasining nomida ekan. Men nima qilay shunga? Menga qarang. Shuncha puli ko'p odam kelib sizdek bir oddiy maoshga yashaydigan odamdan yordam so'ragani g'alati tuyulmayaptimi? Yo'q, g'alati tuyulmayapti. U bu yaxshilik evazimga menga va'da qilgan shifoxona binosini qurib bermoqchi. Xo'p, qani? O'sha binoni biror bir hujjati bormi? Ha, bor. Haligi menga ko'rsatgan edi. Avval o'sha binoni sizni nomingizga qo'yib hujjatlashtirib bersin. Ana undan keyin uyimizni garovga qo'yib pul bersangiz bo'ladi. Ey, sen bu gaping bilan menga do'stimga ishonmasligingni bildiryapsan. Jahongir aka, dadasi, menga ishoning. Men do'stingizga yordam bermoqchi ekanligingizni bilib, tushunib turibman. Lekin hisobli do'st ayrilmas degan maqol bor. Har qanday ish ishonchli bo'lishi kerak. Xo'p, bo'ldi. Men seni tushundim. Bu haqida men Uchqunga albatta aytaman. Ayting. O'sha binosini sizni nomingizga hujjatlashtirib bersin. Ana undan keyin uyimizni garovga qo'yishga rozi bo'lsangiz bo'ladi. Voy boshi. To'g'risini aytsam, kelishingga ishonmagandim. Hozirgi paytda qarindoshlar ham bir-biriga yordam bermay qo'ydi-ku. Ey, do'st, sen meni qarindoshim emassan, qadrdon do'stimsan-ku. Haligi esingdami? Adashmasam 3-sinfdanmi,
sen bilan qiyomatlik do'st bo'lamiz degandik. Esimda. O'zimizcha shu qiyomatli do'st degan so'zni ma'nosini tushunmasak ham, lekin qiyomatli do'st bo'lamiz deb quchoqlashib yurardik. Ana, esingda ekan. O'shanda meni dadam rahmatli doimo bir-birlaringga mehr oqibatli bo'linglar bolam degandilar. Ha, men ham esimda. Lekin seni rahmatli dadang juda ham oqil odam edilar. 3 kun o'tib gap bunday. Men kelining bilan maslahatlashib, senga yordam berishga qaror qildik. Faqat bitta sharti bor. Xo'p, qanaqa shart ekan? Menga haligi qurilayotgan klinikani hujjatlarini ko'rsatganding. O'sha klinikani meni nomimga rasmiylashtirasan. Albatta rasmiylashtiraman. Menga ishon do'stim, bo'lmasam-chi? Faqat men hozir ishimni ozgina yo'lga qo'yib olay, yo nima? Menga ishonmaysanmi? Yo'q, unaqa demagin. Senga ishonaman. Haligi ammo kelining Endi ayollar har xil gaplarni gapiraveradi. Sen menga ishon. Albatta o'sha hujjatlarni seni nomingga rasmiylashtirib beraman. Faqat hozir emas, do'stim, sal keyinroq. Xo'p, men senga ishonaman. Mayli, keyinroq bo'lsa keyinroq. Hozir bunday qilamiz. Meni uyimga borib, uyning hujjatlarini hammasini olamiz. Keyin ikkalamiz bankka boramiz. Meni uyimda garovga qo'yib, mayli, sen aytgan o'sha kreditni olamiz. Yo'q-e, rostdanmi? Demak, sen rozisan. Kelin ham rozimi? Ha, kelining rozi. Men unga bafurja hammasini tushuntirdim. U rozi bo'ladi. Endi ayolim tushunadigan inson. Bilasan-ku, o'rtoq. Lekin baribir bankka kelinni ham olib borishimizga to'g'ri keladi. U ham sen bilan birga borib roziligini aytib yozib berish kerak bo'ladi. Yo, mayli, olamiz. Avval uyga borib hujjatlarni olaylik, keyin ishxonasiga o'tib yo'l-yo'lakay olib ketamiz. Bo'lmasa-chi, hoziroq boramiz. Uyga garovga qo'yib, pulni olamiz. Sen bu yog'idan xavotir olma. Men oylik to'lovlarni bankka to'lab boraman. Xo'p, tushundim. Men senga ishonaman. Bu yaxshiligingni hech qachon unutmayman. Endi do'st bo'lib, shunaqa paytda yonida turmasam, qanaqa do'st bo'laman? Boringga shukr, do'stim. Sog'. Qani, ketdikmi bo'lmasam? Ketdik. Qani, kel. Kimdan esimiz keldi? Onasi kimdan bo'ladi? Menga yo ob-havodan keladi, yoki bankdan esimiz keladi. Mana, aytmanmi? Bankdan. O'zi o'rtog'ingiz har oy to'lab boryaptimi? Ha, menga o'zi aytgan. Har oyni 5-sanasigacha pulini o'tkazib turaman degan. Pulni meni kartamga tashlaydi. Sababi kredit men nomimga olingan-ku. Dadasi, shu katta qarz uchun bizni uyimiz garovda turganini o'ylasam, gohida qo'rqib ketaman. Ey, nimaga buncha vahima qilasan? 3 kun menga va'da bergan. Nasib bo'lsa ishlar yurishib ketsa, bizni kreditimizni bir pasda yopib beradi. Uyimizni ham garovdan chiqaradi. Shu ishlari ham tezroq yurishsa edi. Doim shu uyimiz haqida o'ylasamchi, halovatimni yo'qotaman. Xuddiki o'zimni birovni uyida yashab turgandek omonatdek his qilaman. Qo'y. Bunaqa gaplarni gapirmagin. Bu o'zimizning uyimiz. Nasib bo'lsa, bundan keyin ham doimo o'zimizga bo'lib qoladi. Ilohim, o'zimiz uyimiz bo'lib qolsin oxirigacha. Haligi nomingizga o'tkazilish kerak bo'lgan hujjatlar nima bo'ldi? Bilmasam, hozircha lekin 3 kun gapirmadi. Unda so'ramaysizmi? Keyinchi bankdan xabar kelganini ham ayting. Unga eslatib turing. 3 kun ekan, rosa ishi ko'p. Tag'in esidan chiqib qolmasin. Bo'ldi, onasi mana SMS jo'natdim. SMS nima qilasiz? Undan ko'ra qo'ng'iroq qiling.
Alo. Alo. Ha, Uchqun o'rtoq yaxshimisan? Ha, Jahon, yaxshimisan? SMS-ingni oldim. Ha, o'zing yaxshimisan? Ishlaring bo'layaptimi? Ha, ishlar yaxshi ketyapti. Ertaga plastik kartangga pul tashab qo'yaman, bankka to'lab qo'yasan. Xo'p do'stim, xo'p. Bo'pti, Jahon, ishim ko'proq edi. Hozir bandman, xo'p? Mayli do'stim. Ishlaringni qilgin. Yana gaplashamiz. Ha, albatta gaplashamiz, bo'pti. Mana, ko'rdingmi? Ertaga plastik kartaga pul tashab qo'yaman dedi. Har tugula. Alo. Eshitaman? Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Siz Jahongir Nosirovmisiz? Ha, va alaykum assalom, menman. Siz kreditingizni to'lov muddati o'tib ketganidan xabaringiz bormi? Men haligi bugun borib to'layman. Har bir to'lanmagan kuningiz uchun peniya, ya'ni qo'shimcha mablag' to'lashingiz kerak bo'ladi. Ha, bilaman. Unda bugunoq kelib hammasini to'lab keting. Xo'p. Sog' bo'ling, hurmatli mijoz. Mayli, salomat bo'ling. Bugunoq borib. Xo'p. Shuningdek, to'lab qo'ysin. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Телефон xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Телефон находится вне зоны обслуживания. The phone is outside the coverage. Yo, qiziq bo'ldi-yu. Uchqun telefoniga bu narsa bo'lganmikan? Endi meni cho'qotib qo'ydimikan, ha? Alo, eshitaman. Ha, boryapman. Hozir shu do'konga to'xtagandim. Hozir boraman. Voy. Nega o'tirib oldingiz? Turing, kiyimlaringizni almashtiring, ovqat tayyorlayman. Yo'q, nima? Ishxonadan to'ydirib olishdi. Nima deyapsan? O'yla gapiryapsanmi? Kim to'ydiradi meni? Hazillashdim. Ne jahli chiqadi? Nima bo'ldi sizga o'zi? Nega asabiylashyapsiz? Nima? Menga bir narsa bo'lish kerakmidi? Voy. Nega bunaqa muomala qilyapsiz? Shunchaki ishdan och qolib kelgan bo'lsangiz, ovqatlanib oling demoqchi edim. Nazira, menga e'tibor berma. O'zi kun bo'yi kayfiyatsiz yuribman. Nima bo'ldi? Gapirsiz-chi endi. Uchqunni topa olmayapman. Telefoniga umuman tusha olmayapman. Qo'ng'iroq qilsam, tarmoqda mavjud emas deb javob beryapti. Bu yoqda mana bankdagilar oylik to'lovni to'lang deb xit qildi. Voy. Nega topa olmaysiz? Ishxonasiga bormadingizmi? Kun bo'yi bemor bolalar juda ham ko'payib ketdi. Vaqt topa olmadim. Shunga hozir Uchqunga borib kelsammikan deyapman. Mayli qo'yib, oldin ovqatlanib ola qoling. Avval borib kelay, keyin kelib bemor ovqat yeyman. Borib kelib qoling. Tavba. Uchqun uyda yo'q-ku. Qo'shnilardan so'rasam, bir haftadan buyon bu uyga hech kim kirib chiqmadi deyapti. Qiziq. Uchqun qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Yoki ota hovlisiga borib, otasidan so'rab ko'rsammikan, ha? Yaxshisi shunday qilaman. Axir uni ota-onasi qayerda yurganini bilish kerak-ku.
Assalomu alaykum. Iye, Jahongir. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? O'zi yaxshimisiz? Rahmat. Nuchu biz tomonlarga qaysi shamolni uchirdi? Ha, endi bir aylanib keldim-da. U xolam yaxshimilar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, rahmat. Hammasi yaxshi o'tiribmiz. Shu do'sting uchqunni kutib o'tiramiz-da. Nima? Uchqun murojaat ketganmidi? Telefon qilsam javob bermayapti. Nima? Xabaring yo'qmi? Do'sting uchqun Dubayga ko'chib ketdi-ku. Tushunmadim. Dubayga deysizmi? Ular o'sha yerdan uy sotib olishdi. Qanaqasiga? Nima? Seni xabaring yo'qmidi? Yo'q, meni xabarim yo'q. Yo'q, umuman xabarim yo'q edi. Biroz oldinroq gaplashgandim. Yana qo'ng'iroq qilib qolsa, albatta kelganingni aytaman. Haligi amaki mabodo menga uni telefon raqamini bera olmaysizmi? Unda juda ham zarur gapim bor edi. Haligi nima edi? Telegramdan qo'ng'iroq qildi u menga. O'sha o'zini doimiy raqami. Mayli. Men boray unda. Menga qara, uyga kirsang-chi. Shuncha joydan kelding, mehmon bo'lib ketarsan. Yo'q, rahmat. Boshqa safar. Menga qara. Nima? Uchqunga biron bir gaping bormidi? Kelganimni aytib qo'yarsiz. Mayli, albatta aytaman. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Xullas, shunaqa gaplar onasi. Dubayga ketibdi deysizmi? Yana yetmaganiga oilasi bilan ko'chib ketibdimi? Menga uchqunni dadasi shunaqa dedi. Endi shu kammidi bizaga? Endi nima qilasiz? Bilmayman. Boshim juda qotib qoldi. Orif akadan uchqunni telefon raqamini so'rasam, Telegramdan qo'ng'iroq qildi, deyapti. Unda siz ham Telegramdan qo'ng'iroq qilib ko'ring. Voy, qildim. 10 marta, 100 martalab qilyapman. Hattoki SMS ham yozdim, umuman javob yo'q. Na bir qo'ng'iroqqa javob beryapti, na bir yozgan xabarimga javob beryapti. Bu haqida Orif amakiga ham aytdingizmi? Yo'q. Orif akaga bu haqida gapirmadim. Qiziqsiz-a? Nega aytmadingiz amakiga? Bilmadim. Tortindimmi, uyaldimmi? Dabdurustdan gapira olmadim. Nega aytmadingiz? Axir kredit 1 yilga deb olingan bo'lsa, uni pulini to'lash kerak-ku. Voy dadasi, muncha soddasiz, bo'lmasa uyga olib qo'yishadi. Bo'pti. Ertaga borib Orif akaga bo'lgan voqealarda hammasini aytib beraman. Ammo ular menga ishonarmikan? Ishonadilar. Xohlasangiz, men ham birga boraman. Onasi, seni borishing shart emas, men o'zim boraman. Uchqun menga boshqa yo'l qoldirmadi. Men borishga majburman. O'sha o'rtog'ingiz sizga klinikani hujjatlarini ham bermadi? Bo'ldi endi. Ha deb gapiravermagin, yuragim siqib yubordik. O'zim mador tamom bo'ldim. Menga hozir klinikani umuman keragi yo'q. Men birinchi o'rinda uyimni saqlab qolishni o'ylashim kerak. Tushundingmi? Tushundim. Bo'pti onasi. Mayli, yaxshi bor. Yaxshi o'tiring. Charchamang. Hop. Alo. Assalomu alaykum. Bank xodimi Kamol Boqoyev bo'laman. Xo'p, eshitaman sizni. Kredit muddati tugayotganligi sababli olingan asosiy pulni to'lab qo'yishingiz kerakligini bildirish uchun qo'ng'iroq qildim. O'zi o'sha pulni men olmaganman. Eng yaqin do'stimga olib bergandim. Uni ishini tiklab olish uchun men o'zim yashab turgan uyni garovga qo'ygandim. Men bunisini bilmayman. Sizni ogohlantirish uchun qo'ng'iroq qilyapman. Tushunsangiz-chi, pulni olgan odam hozir Dubayga ko'chib ketgan. U hozir O'zbekistonda yashamayapti. Aka, bu muammo sizniki. Kredit sizni nomingizga rasmiylashtirilgan. Agar uyingiz kerak bo'lsa, o'sha odamni topasizmi yoki birovdan olasizmi, pulni vaqtida to'lashingiz kerak. Xo'p, tushundim sizni. Xafa bo'lmaysiz, xizmatchilik.
Ishingiz avval sudga, undan keyin majburiy ijroga o'tkazilsa, Xo'p, tushundim sizni. Xo'p. 2 kun ichida bu ishni oxiriga yetkazishingiz kerak. Xo'p dedim-ku. Xo'p, harakat qilaman. Xo'p. Bankdan qo'ng'iroq qilishdimi? Ha, mana o'zing ham eshitding-ku. Jahongir aka, o'sha 3 kun do'stingiz otasini uyiga borib, bo'lgan ish hammasini aytib bering. Yo, ishimchi. Ha, ishimga bormasam ham bo'lmaydi-da. Tushunsizchi, bu muammo sizni ishga borib kelishingizni kutib turmaydi. Ana u do'stingiz bo'lsa, klinika qurib beraman deb sizdan foydalandi. Endi na klinika bor, na foyda. Yana yetmaganiga bank bizni uyimizga olib qo'ymoqchi. Bo'pti. Unda men hozir klinikaga bora olmasligimni aytib, 3 kunni darasini uyiga boraman. Shunaqa qiling. Xo'p, mayli. Tezroq hal qiling. Xo'p. Assalomu alaykum. Iya, va alaykum assalom. Ya Jahongir, qani? Hamma yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Qani, kel yoqqa. Sizda gapim bor edi. Bo'ldi, qani. Kel. Qani Jahongir, keling. Aka, Qani, ilohomiy. Tan sihatli, xotirjamlik bo'lsin. Amin Allohu akbar. Qani, ishlar yaxshimi? ha, rahmat. Men hozir choy olib Ya kelay. to'xta. Aka, choy shart emas. Haligi xolam ko'rmaydilar. Ha, u ertalab katta o'g'limiz to'lqinlikka ketgan edi. Kelinni nimagadir mazasi bo'lmabdi. Kelib qolar hozir. Xo'sh, Jahongir, nima gaping bor edi? Amaki, o'zingiz yaxshi bilasiz. Biz Uchqun bilan bolalikdan birga o'sdik. Maktabda bir sinfda o'qidik. Hozirgacha ham aloqamiz uzilgani yo'q. Lekin shunaqa gaplar. Demak, seni uyingni garovga qo'yib, meni o'g'lim bankdan pul oldi degan? Ha, endi olingan mablag'ni qaytaradigan vaqt keldi. Agar qaytarilmasa, bank bizni uyimizga olib qo'yadi. Oxirgi 2 oydagi kreditimizni bir amallab to'ladik. Lekin hamma kredit yopishga bizni qurbimiz yetmaydi. Unda bunday qilamiz. Men bir amallab Uchqun bilan gaplashay. Ahvolni tushuntiraman. Undan keyin nimaga seni aldab klinika qurib beraman deganni ham so'rab ko'raman. Rahmat aka. Shunday qilaylik. Senga men o'zim javobini aytaman. Juda yaxshi. Bo'lmasam aka, men turay, ishlarim bor edi. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Bu bola nega bunaqa ish qildi-ya? Ana, bir internetdan qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Alo, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qani, kamerangni yoqchi? Dada, qo'ysangizchi, shundoq gapiravering. Menga qara. Sen bola, nega Jahongirga indamasdan Dubayga ketib qolding? Dada, siz nimaga bu masalaga qo'shilyapsiz? Nega qo'shilmas ekanman? Nega? Axir u seni yoshlikdan birga katta bo'lgan do'sting-ku. To'xtang. Siz bundan o'zi qanaqa qilib xabar topdingiz? Jahongir bir haftadan beri seni izlayapti. Oxiri bizni uyimizga keldi. Men seni Dubayga ketganingni aytdim. Nimaga aytasiz, dada? Axir meni Jahongir bilan o'zimni hisob-kitobim bor. Nima? Hisob-kitob? Qanaqa hisob-kitob? Menga qara. Nima? Sen shu qadar firibgar bo'lib ketdingmi?
Dada, iltimos siz aralashmang. O'zim bilaman nima qilayotganimni. Bu yerda yangi bir biznes boshlayapman. San ishlaring yursin, o'zim jo'nataman o'sha jahonni pulini. Oy, menga qara bola. Seni ishing yurishguncha uni uyini bank olib qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi? Bank olib qo'ysa-chi, ana 1-2 oy ijarada yashab turishadi. Hech narsa qilmaydi. Nimalar deyapsan? O'zi oddiy bir bolalar shifokori bo'lsa, o'z uyini sen sabab boy berib yana ijarada yashasinmi? Dada, nimaga siz bunchalik kuyib pishasiz? Jahongir katta odam. O'zi biron bir ilojini qilar. Menga qara. Agar ilojini qila olganda, seni qidirib meni yonimga kelmasdi. O'zi sening insofing bormi? Do'stim bo'lgandan keyin yordam bersa beribdi-da. Shunga shunchami? Shunaqami? Senchi? Sen ham uni do'stsan-ku. Uni bergan yordamiga indamasdan chet elga ketish yo'li bilan javob berdingmi? Endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi-da, dada. Menga qara, voy bola. Agar 2 kun ichida Jahongirning pulini topib yubormas ekansan, mana shu o'zimiz yashab turgan hovlini sotib, pulini do'stingga beraman. Qanaqasiga? Axir u hovlini menga beraman degansiz-ku. Men sendek lafsiz, yolg'onchi odamga hovlini bermayman. Tushundingmi? Agar senga hovli kerak bo'lsa, pulni jo'nat. Qani, ilohoming tinchlik, xotirjamligini bersin. Hammamiz o'ylagan niyatimizga yetaylik. Allohga akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Jahongir. Mana bu o'g'lim uyingni garovga qo'yib olgan pul. 3 kun do'sting jo'natdi. Amaki, sizga katta rahmat. Ming bor uzr, sizni ham tashvishlarimizga sherik qildik. Yo'q, unaqa dema. Men senga ozroq yordam berdim xolos. Darvoqe, 3 kun sendan uzr so'rab yubordi. Vaziyat shunaqa bo'lib qopti. Mayli. Hech qisi yo'q. Qayerda bo'lsa ham sog' salomat bo'lsa bo'ldi. Og'ir sharoitimda menga yordam bergan do'stimga rahmat aytib qo'ying dedi. Mayli. O'zini ham omadini bersin. Mayli. Endi men boray. Mana, do'stingni omonatini topshirdim. Amaki, rahmat sizga. Arzimaydi. Ilohim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu uyda yaxshi to'ylar bo'lsin. Jahongir, endi menga ruxsat. Yo'q, amaki, to'xtang. Hozir kellingiz ugrasa pishiradi. Maza qilib ovqatlanib gaplashib o'tiramiz. Yo'q. Jahongir, boshqa safar. Hozircha menga ruxsat. Xo'p, rahmat. Amin. Tana sihatli, xotirjamlik bo'lsin. Hammani ishini rivojini bersin. Xush kelibsiz. Rahmat. Jahongir, endi men boray. Orif aka, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Orif akani boriga shukr. Mushkulimni artdi. Nasib bo'lsa, shu bugunoq bankka borib qarzlarim to'lab, bu yoqqa tinch, xotirjam yashayman. Ey Xudo, o'zingga shukr.